Oyxo'ja Eshon hazratlari shu 12-asr oxirlari, 13-asr boshlarida Toshkent shahrida yashab o'tgan. Alohida aytayapman buni. Toshkent shahrida yashab o'tgan buyuk ajdodlarimizdan biri hisoblanadi. Nimaga shunday dedim? Sababi Toshkent shahri o'sha 4 ta dahaga bo'linganda ham 4 ta buyuk o'sha Toshkentda yashab o'tgan buyuk shaxsning nomi bilan bog'langan. Mana misol uchun Ko'kcha dahasini Shayx Zayniddin buva dahasi deyiladi. Sebzor dahasini Qaffol Shoshiy hazratlari nomi bilan bog'laydi. Shayx Xovonda Tohir dahasini shu Shayx Xovonda Tohir hazratlari nomi bilan bog'lanadi. Bu dahaning nomi keyin ham shu nom bilan qolib ketgan. Beshyog'och dahasi deb ataydigan dahamizda esa bugun mana bizda o'sha mavzuyimiz bo'lgan Shayx Oyxo'ja Eshon Zangiota hazratlari nomi bilan bog'laydi. Ya'ni manbalarda Zangiota dahasi ham deb aytiladi. Nima uchun? Chunki Zangiota hazratlari mana shu dahada tug'ilib voyaga yetganlar. Keyin o'sha dala hovlilari u yoqda bo'lgani uchun ham vafotlaridan keyin o'sha biz bilgan o'sha hozirgi qabristonga dafn etilgan, u yerda keyin maqbaralari qurildi.